Bu yil Turkiston xalqining milliy qahramoni, jamoat, madaniyat va ma'rif arbobi, ulama, birinchi o'zbek dramaturgi, Milliy teatr muassasasi ulug' matbuotchi, tarjimon Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligi keng nishonlanmoqda. Nomi nafaqat Turkiston ziyolilariga, Osiyo va Yevropaning ko'pgina mamlakatlarda ham ma'lum va mashhur bo'lgan Behbudiyning hayoti hamda faoliyati deyarli bir asrdan buyon tarixchi, adabiyotshunos, siyosatshunos, san'atshunos, huquqshunos olimlar, keng jamoatchilik e'tiborida. Quyidagi aziz mushtariylarga Behbudiyning milliy va diniy qadriyatlari, zamonaviy ta'limning mamlakat taraqqiyotiga ahamiyati xususidagi ayrim qarashlarni havola etamiz. Umid qilamizki, ushbu bayonimiz Behbudiy shaxsiyatini yanada chuqurroq bilishga, tarixiy tafakkuringizni boyitishga xizmat qiladi. Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yilning 19 yanvarda Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida dunyoga kelgan. Otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li Ahmad Yasaviyning avlodlaridan bo'lib, imom xatiblik qilgan. Mahmudxo'ja Behbudiy kichik tog'asi Mulla Odildan arab tili grammatikasini o'rgangan. Buxoro madrasalarida tahsil olib yurgan paytlarida dastlab onasi, so'ng otasi vafot etgach, moddiy qiyinchiliklar sabab o'qishni nihoyasiga yetkaza olmaydi. Faoliyatda Samarqandga qaytib, Muhammad Sidiq qozixonasida mirzolik qila boshlaydi. Tez orada shariat qonunlarini mukammal darajada o'zlashtirib, qozilikdan muftiylik darajasiga ko'tariladi. 1899-1900 yillarda Mahmudxo'ja Behbudiy haj ziyoratiga otlanadi. 8 oylik sayohati davrida ozodlik uchun kurash yo'llarini qidiradi. Jahonda bo'layotgan voqea-hodisalar, jumladan milliy ozodlik harakatlari va ularning sabablari, mohiyatini millat manfaati nuqtai nazaridan tafakkur chig'iridan o'tkazadi. Vatanga qaytgan Mahmudxo'ja Behbudiy tariximizning tanazzul bosqichlari, sabablarini taftish qiladi. Bu masalalar borasida maslakdoshlari Hoji Baqo, O'qandboy Abdulloh o'g'li, Badriddin singari dunyoqarashi keng insonlar bilan muzokaralar o'tkazadi. Behbudiy 1908-yil Qiroatxonai Behbudiya, keyinchalik Behbudiya nomi bilan mashhur bo'lgan kutubxonasini ochadi. Ushbu kutubxonada 2 navbatda soat 9:00 dan 17:00 gacha va soat 18:00 dan tungi 24:00 gacha ishlab, 60-110 atrofda kitobxonlarga xizmat ko'rsatgan. Alloma Samarqand kutubxonasi Islomiya maqolasida kutubxonada 600 ta kitob va risola, gazeta va jurnallar esa undan ham ko'p bo'lganligini yozadi. 1914-yilgi sayohat davomida Kavkaz, Qrim, Turkiya, Yunoniston, Avstriya va Germaniyaning turli shaharlarida bo'lib, bu yerlardan o'z kutubxonasi uchun juda ko'p kitob va risolalar olib keladi. Mahmudxo'ja Behbudiy 1913-yildan matbuot ishlarini yo'lga qo'yadi va shu yilning aprelda Samarqand gazetasi hamda avgust oyida Oyna jurnali chop eta boshlaydi. Oyna jurnali tahririyatining faoliyati mustamlakachilar tomonidan doimiy nazoratda bo'lgan. Alloma jamiyat hayotidagi illatlar, nuqsonlar va ilmsizlikni sahnada ko'rsatish orqali xalqni taraqqiyparvarlikka da'vat etish maqsadida 1914-yil Milliy teatrga asos soladi. Teatr sahnasida ijro etish uchun Padarkush dramasini yozadi. Padarkush dastlab 1914-yil 15 yanvarda Samarqandda, 1914-yilning 27 fevralda Toshkentda sahnaga qo'yilgan. 1917-yilning 16-23 aprelda Toshkentda bo'lib o'tgan Turkiston musulmonlarining 150 vakili ishtirok etgan qurultoyda Mahmudxo'ja Behbudiy nutq so'zlab, millatni o'zaro ixtiloflardan voz kechish, buyuk maqsad yo'lida birlashish, ittifoq bo'lishga chaqiradi. Ilmiy adabiy merosi Behbudiy Risolai Asbobi Savod, Risolai Jug'rofiya Umoriy, Risolai Jug'rofiya Rusiya, Kitobat ul Atfol, Amaliyot Islom, Tarixi Islom kabi darslik va qo'llanmalar yozgan. Bundan tashqari, Turkiston viloyatining gazetasi, Tujjor, Samarqand gazetalari va Oyna jurnallarida ko'plab maqolalar chop etilgan.
Mahmudxo'ja Behbudiyning 4 o'g'il va 1 qizi bo'lgan. Behbudiy 1919-yilning 25-martda Shahrisabzda qo'lga olinib, sirli bir tusda Qarshi shahrida qatl qilindi. Mahmudxo'ja Behbudiyning qatl qilingani Samarqandda 1 yildan keyin ma'lum bo'lgan. Abdurrauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Sadriddin Ayni va boshqa shoirlar Allomaga atab marsiyalar yozgan. 20-asr boshlarida Turkistonda zamonaviy ta'lim tizimiga asos solgan, millat ozodligi, xalq farovonligi uchun kurashgan barcha jadidlarga, jumladan Mahmudxo'ja Behbudiyga ehtirom ko'rsatib, yoshlarga o'rnak qilib ko'rsatish hamda ma'naviy merosni chuqur o'rganish bo'yicha oqilona va adolatli ishlar amalga oshirilmoqda.